Timur Xitoyni oldi. Xo'p, Yildirim buyuk edi. Timur kim? U ham buyuk. Rossiyani hokimiyatga qo'shdi. Oltin O'rdani yiqitib, Rossiyani qo'lga kiritdi. 1396-yil Yildirim Boyazid Istanbulni zabt etmoqchi edi. Bir xabar keldi. 13 davlatdan yig'ilgan xristian qo'shinlari kelmoqda edi. Devletten oluşan bir Haçlı ordusu Yildirim Boyazid 13 davlat qo'shinlari bilan Bolgariyada jang qildi. Hammasini yengdi. Bu vaqtda Timur maktub jo'natdi. der ki Ey Sulton Boyazid, sen bilan jangimiz aniq. Bir kun albatta qarshilashamiz. bir gün elbet karşılaşacağız. Va albatta kuchlarimizni sinaymiz. Sen zo'rmi, men zo'rmi? Butun olam ko'radi. Ammo u kun bugun emas. O gün bugün değildir. Sen islom nomini, islom bayrog'ini g'arbga qarata kengaytirishga urinmoqdasan va kofirlar bilan jang qilmoqdasan. Küffarla savaşacaksın. Senga hujum qilmayman. Kofirlar ustidan g'alabang uchun duoda bo'laman. Dua edeceğim. Bu Agar istasang g'alabang uchun 20 ming askarimni senga yordamga jo'nataman. yardım olsun. Yordam bo'lsin. Mening ham askarlarim sen bilan birga jang qilsin. Nega Temur bunday dedi? Islom va xristianlik jang qilmoqda. Agar yengilsa Yildirim yengildi deyishmaydi, musulmonlarning yengdik deyishardi. Temur aytdiki, bu jang oddiy jang emas, bu islomning jangi. Islomning jangida men ham yordam qilay. G'ayri dinlarni, kofirlarni yeng. G'alabangga mening ham yordamim bo'lsin. Ammo bir kun sen bilan qarshi-qarshi kelamiz. Uni keyinroqqa qo'y. Bugun u kun emas.